Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı Gajuruz Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağı 2022 yıl 7. ayının 31. günü, Qo'shqiyali 8. ayının 1. günü, çünkü Azatlık Armiyası kurulgan gün dep hesaplanadi ekan. Dal shu paytda hozir Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palatasi Başlığı Nancy Pelosi hanım Osiyoda ziyaretde. Mesela Kaliforniyadan Hawaii'dan Guam Amerika Qo'shma Shtatlarının endi Tinch okean rayonidagi harbiy baz. Çok hozir bugünkü xabarda hozir Guam'dan aeroplan ko'tarildi. 20 minutdan keyin aeroplanning uchish yo'li va boshqa yo'l to'g'risi berilgan uchur yo'llari taqib etildi degan xabarlar keldi. Xilma-xil xabarlar. Tayvanga kiradi deydi, Tayvanga kirmaydi deydi, Tayvanga vaqtliq masalan 3-4 kunlar yetib bordi deydi. Ya'ni birisining xabari yo'q-ku, lekin ata 8 ayning 1 kuni Nancy Pelosi hanım zaten qayerda bo'ladi, buning o'zi bir gap. Bugun shuning yarasha sizlarga bir parcha leksiya ilib keldik vatandoshim. Endi bunda hozir siz diqqat qilasiz, birinchi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Jungoning raisi Xi Jinping 28 kuni suhbatlashdi. Bu bir vaqt nuqtasi vatandosh. İkincisi 7. ayının 28. günü söhbetleşti. İkinci bulup 7. ayının 29. günü Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Washington'dan qo'zg'alib Osiyoga ziyorat qilmoqda 29. gün. Bu bir vaqt nuqtasi. Biz endi diqqat qiladigan bir nuqta bugun chizsak 31. 2 gün o'tdi deyli. 2 gün o'tgandan keyin Nancy Pelosi hanımning Osiyo ziyaratiga Jungoda qandaq inkas bo'ladi. Buni siz bilan bizning diqqatimiz og'diriladigan bir inkas. Jungolikning pozitsiyasi nima? Masalan, mavzu bunda vatandoshim. Beijing sarang bo'ldi yoki elishib qoldi. Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Tayvanga yetib kelgan aeroplan gruppasini urib tushiramiz deb jar solgandan keyin yana qattiq so'z iboralarini qo'yib berdi. Mavzuli xabar 7 ayning 31 kuni Jungoga nazar torbiti e'lon qilindi. Tayvanning torbiti. Bir nafar Beijing doiralar matbuot xodimi kishini cho'chitadigan oshkora tahdid solgandan keyin yana Amerika kurashchi aeroplanlari Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi'ni qo'g'dab Tayvanga yetib keladigan bo'lsa, Tayvanga tajovuz qilgan bo'ladi. 31 kunda xabar juma vatandosh. Jungoning gazeti Yarshar vaqt gazeti sobiq tahriri Xo'shijin 7 ayning 29 kuni g'aljirani ogohlantirib bundoq ko'rsatdi. Ikki davlat rahbarlari telefon suhbati ilib berib bo'lgandan keyin 29. Agar Amerikaning harbiy aeroplanlari Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi'ni qo'g'dab Tayvanga uchib kiradigan bo'lsa, bu tajovuzchilikdir. Jungo Kompartiyasi harbiy qismlari Nancy Pelosi o'ltirgan aeroplanni va qo'g'dab kelgan Amerikaning kurashchi aeroplanlarini qo'g'lib etishga huquqliq. Masalan, signal o'qi etib ogohlantirish berish degandek. Agar bularning hammasi unum bermaydigan bo'lsa, ularni, ya'ni Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi o'ltirgan harbiy aeroplanni va Amerikaning qo'g'dab kelgan kurashchi aeroplanlarini urib tushiramiz. Diqqat qiladigan bir taraf shuki, Xo'shijin Twitterga xat yozib, kişinin ko'nglini g'ash qiladigan so'z iboralarini tarqatganda nihoyatda zo'r diqqat qo'zg'algan edi. Uning so'zini ko'plagan Amerika matbuotlari ko'chirib besib, Xo'shijinning bu so'zini urush tahdidi deb ko'rsatgan.
Uzun ötmey bu sözde Twitter'dan öçürüp ötüldü. Beijing matbuatlarının yeni tehdidi eğer Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret kılıdiken Tayvan'a kol salımız degenden ibaret idi. Şenbe, yani 7. ayının 30. günü Xoşicin Twitter'a xat yazıp, çünkü Kompartiya dairlerinin Amerika Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi'ye emas, belki Tayvan'a kol salıdığan gol jurana ibarlan işletdi. Mundaq dedi. Eğer Nancy Pelosi rastlı Tayvan'ı ziyaret kılıdığan bolsa, Prezident Tsai dairleri kolçumak boludu. Çünkü o şaşlı bir vaxtda Tayvan'a hem qattiq cezalaş hareketi kollanıdı. Kötürüp qopa almaydığan aqibet dairlerinin zimmisiga düşüdü. Bula yakından beri sabık baş tahrir Xoşicin'den universal matbuatlarda ilan kılgan ecellik tehditleridir. Eğer Amerikalık yoki Kaliforniya ştatılık Demokratlar Partisi mensubi Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret kıladigan bolsa undaqda korkunçlu aqibet kelip çıkıdı. Xoşicin'den radikal söz ibarları yakından bir davamlaşıp, çünkü Kompartiya amaldarlarının Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret kılış mümkünlüğü doğrusunda barğan, seri keskin söz ibare vaziyeti yarattı. Korkmay küreş kılıştın bişaret verip, Amerika armiyası Nancy Pelosi'nin ziyaret bir xatarligini kapaletki ige kılıdığanlığı doğrusu da vədə verdi. Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi haftanın 5. günü Cuma, yani 7. ayının 29. günü Asiya qaratqan ziyaretini başladı. Növbəti Nancy Pelosi'nin Tayvan'da toxtab ötkənligi doğrusu da birəv görüyor.